Qur'onim, Qur'onim indirmişdir Rahmonim. Fajr kuni o'qisam yashnar dilim imonim. Taholata Amerika Qutb Shtatlarida birinchi Qur'on musobaqasiga xush kelibsizlar deydilar. Bu birinchisi, oxirgisi bo'lmasa. Iloyim har yili boshqa shtatlarda ham o'tkazish nasib qilsin. Unda bordir halovat, har so'zida tarovat, har dam qilsam tilovat, uyg'ongaydir vijdonim. Unda bordir halovat, har so'zida tarovat, har dam qilsam tilovat, uyg'ongaydir vijdonim. Barcha bu Qur'onni sevgisida, ishqida kelgan jamiki Qur'on shaydolari. Muftiy hazratimiz Sheyx Nuriddin janob hazratlaridan salomlar bo'lsin deyman. Barchalar sizlarga assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuhu dedilar. Qalbim uchun rahmatu, aqlimga ham quvvatu, ummat uchun ne'matu, dasturimdir har onim. Yangi O'zbekiston davrida prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovich boshchiliklarida hattoki bir so'zlari bor mashhur. Qur'onni biz insonlarga eshitira olsak, Qur'on eshitsa, Qur'onni o'qigan insondan hech qachonda yomonlik chiqmaydi deganlar. Bu haqiqat. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilarki, farzandlaringizga Qur'onni o'rgating, Qur'on farzandlaringizga hamma narsani o'rgatadi deganlar. Qalbim uchun rahmatu, aqlimga ham quvvatu, ummat uchun ne'matu, dasturimdir har onim. Bizning yurtlarimiz Mavaraun Nahr, bugun O'zbekiston, yon atrofimizdagi qo'ni-qo'shni davlatlar Qur'oni Karimga mana shundoq go'zal holatda yondashadilar. Qur'oni Karimdan avvalo Allohni tanish, ibodatini mukammal qilish va shu bilan birgalikda islom tarixini o'rganib, Payg'ambar Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamga nozil bo'lgan oyatlarni o'qib, o'rganib, uni hayotlariga tatbiq qiladi. Alif Lam Mim. Bu bütün qurrolar ma'ada Abu Ja'far deyiladi. Hazrati Imom Abu Ja'farni o'zgacha bir qiroati bor. Nima qiladi? O'sha huruful muqatta'atlarda sakta bilan o'qiydi. Nabiy qabul ayladi, xalqni haqqa chorladi, muloyimlik Farishta tovush deb turib o'sha kishini aytilgan. Va savtu zahabiy, oltin tomog'am deyilgan. Alloh taolo sizni ham o'sha kishilarga o'xshasin. Mashaalloh. Hammani. Hozir jam musobaqada ishtirok etuvchilarimiz 42 adad qori. Barchalaringizga bugungi bu Qur'on musobaqalari muborak bo'lsin. Alloh subhanahu va taoloning fazl va marhamati bilan va ustozlarning bu yerdagi muxlis kishilarning tashabbuslari bilan bo'layotgan bu musobaqani Alloh hammamiz uchun, butun el yurt, butun dunyo uchun barakotli bo'lishini nasib aylasin. Nabiy qabul ayladi, xalqni haqqa chorladi, muloyimlik ayladi. Shuning uchun ham ularni qiroatida o'qishlik uchun juda ham qoriga kuch, toqat kerak va nafas kerak. Nafas. Chunki ularda hech qachon qiroatlarda qasr, ya'ni ikki harakat degan mad yo'q. Hammasiga uzun nafas kerak. Lekin bugungi o'tgan hozirgi darslarini hech qayerda ko'rmaganman. Shu amerikaliklar shuni bilib qo'yinglar, birinchi marta buni hozirgi zamonaviy tilda master class deyiladi. Payg'ambar alayhissalatu vasallam dawuhu ahsanu min dawi shamsi fi dunyakum dedilar. Ota-onalarga, qorilarni, hofizlarni ota-onalariga toj kiydirilganda, u tojni nuri quyoshning nuridan ham porloq bo'lar ekan. Fi dunyakum dedilar Rasululloh alayhissalatu vasallam. Dunyolaringizdagi quyoshning nuridan ham porloq bo'ladi dedilar. Alloh hammamizga o'sha kunni nasib qilsin. Robbimning kalomi kim yod olsa tamomi, hosil bo'lgaydir komi, shudir ahdu paymonim. Robbimning kalomi
dolsa tamomi, hosil bo'lgaydir komi. Qur'on hadis sharifda Qur'on kelar ekanda, ya Robbi der ekan. Sohibil Qur'onda, ya'ni qorini shafaat qilar ekan. Ya Robbi der ekan, hallihi der ekan. Allohim bunga libos kiydir der ekan. Qur'on gapirar ekan. Alloh taolo keyin o'sha hulla deyiladi, umuman dunyoga teng kelmaydigan, faqat jannatda bo'ladigan libos kiydirar ekan. Qur'onim indirmishdir Rahmonim, qachon uni o'qisam yashnar dilim iymonim.